Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari, kuzatuvchilari. Sovuq kunlar boshlangani uchun bugun uyimizda hasp tayyorlaymiz ayajonim qo'lidan. Bu yerda hozir ichga solinadigan nachinkalarni taxlab oldilar. Bu yerda esa hasbni ichiga o'sha nachinkasini solinyapti. Ba'zi bir uni videoga olish jarayonlarini kesganmiz. Bu yerda esa o'sha hasblarni joylashtirilgan. Kastyulkada qaynatyapmiz. Oilamiz kattaroq. Hammasi ovqatni yaxshi ko'radi. Ayam qo'lidan tayyorlangan ayniqsa. Hammani ham shu onasi tayyorlagan ovqat boshqacha bo'lsa kerak baribir ham. Qozonda alohida qaynayapti, kastyulkada alohida qaynayapti. Ko'katlar. Bu yerda qaynash jarayonini ko'rsatmoqchi bo'lganman. O'g'lim tushib qolgan. Juda ham videoga olishimni yaxshi ko'radi. Ko'rinib qolgan o'sha uchun. Ko'katlar bilan piyozlar qo'shib ustiga sepib yeyish uchun hamma onasiga tabiga qarab yeydi. Bu yerda bu qorin deydimi? Hammada har xil aytilsa kerak. Sizlarda qanaqa aytiladi? Demak, sabzavotlari orasida ochib ko'rsatmoqchi bo'lganman, lekin issiqligi uchun taomni ko'rsata olmaganman. Yetkazishga harakat qildim. Juda ham go'shtlari ezilib, xil pishib ketgan, juda issiq. Jarayonlarni to'liq ko'rsatishga harakat qildim, lekin ayrim joylarini ko'rsatmadim. Bu yerda ayam bezatishga harakat qilyaptilar. Endi o'zimiz uyga bo'lgani uchun juda ham bezatib yotmadik. O'zimiz oila a'zolarimiz bo'lgani uchun oddiygina videoga tushirdim o'sha uchun. Mehmondorchilikka bo'lgan payti endi baribir boshqacha bezatiladi. Salatni barglar, zelenlar, yonboshlariga terib hamma uyda har xil baribir kutib oladi. O'zimizga bo'lgani uchun oddiygina qilib oldim. Demak, bu yerda o'sha qaynatib tayyorlab olingan go'shtlar maydalanmoqda bu yerda. Videoni ovozlashtirishim birinchi marta bo'lgani uchun aybga buyurmaysizlar. Xullas, keyingi videolarimizda yaxshiroq chiqadi. Juda ham issiq, ayam qo'llari kuyib qolib, kesib joylashtiryaptilar tarelkaga. Videoni kesib olganman. O'shanga ayrim joylari boshqacha tushgan bo'lishi ham mumkin. Juda ham ishtaha ochar ko'rinishda bo'lyapti baribir ham. Oddiy bo'lsa ham bezatilishi. Hamma uyda har xil tayyorlansa kerak. Bizani uyda qaynatma shunaqa qilib tayyorlanadi. Issiq sho'rvasi alohida, ichiga o'sha go'shtlari alohida qilib kiritiladi. Bu yerda ayam shu masalliqlar ichiga solingan go'shtlarni alohida kesib tarelkaga o'sha sabzavotlar bilan birga qo'yilyapti. Endi sovuq kunlarda issiq ovqat juda ham yaxshi. Iliq uzdi davrigacha deydimi, o'shangacha bu ham bir yaxshi immunitet ko'tarishga yordam beradigan ovqatlardan hisoblanadi. Delikates deydilarmi, shunday. Hamma har xil aytadi. Hasblarni kesyaptilar, juda ham ishtaha ochar. Demak, bezatib bo'lishlariga oz qoldi. Buni ham hozir tortamiz endi dasturxonga.
Dasturxonga tortish ham bir ajoyib. Bu yerda qolganlari, xullas, voy, qo'ldan tushib ketyapti-ya. Demak, bu yerda dasturxonda hamma kutib qoldi. Bu yerda issiq sho'rvalarni alohida kirgizyapmiz. Ko'rganda o'zi ishtaha ochilib ketyapti, xullas. Dasturxonimiz. Kelinglar, sizlar ham mehmondorchilikka. Kutamiz hammalaringizni.